Ha, Vohid. Avzoying buzuq, tinchlikmi? Jin ursin hammasini. Madina bolamiz zolim zominga ketib yoribdi. Mendan bir og'iz ruxsat so'ramaydimi? Hozir telefonda gaplashsam o'zicha jahl qilib o'chirib qo'yapti. Ajrashganinglarga 4 yildan oshdi. Xohlagan joyiga boradi-da. Mayli, qayerga borsa boraversin. Menga demas Afrikaga bormaydimi? Lekin nega qizimni olib ketadi? Bugun konsertga boramiz deb qizimga bilet olib qo'ydim. O'yinchoqlar olib bermoqchi edim. Aylanmoqchi edik. O'zi shu Madina boshidan shunaqa. Doim janjallashib qolamiz. Endi qara mendan beruxsat bolani olib ketganini. Bo'ldi. Jahl qilaverma. Chet elga ketmabdi-ku, keladi. Namuncha vahima qilasan. Yo, o'rtoq, jahlim chiqyapti-da. Mendan beruxsat qayerga olib ketadi? O'zing qolaver, lekin bolani qaytar desam ko'nmayapti. Vohid, sen bitta narsani tushun. Bola voyaga yetgunga qadar onasi bilan birga qoladi. Ustiga ustak farzanding qiz bola. Baribir ona tarbiyasini olgani yaxshi. Bo'ldi, endi taqdirga tan ber. Chunki u oila senga begona. Nega begona bo'lar ekan? Men Shahrizodaning otasiman. U meni qizim. Ha. Seni qizing ekanligi to'g'ri, lekin onasi uni xohlagan joyga olib borishga, o'ynatishga haqqi bor-ku. Nima? Zominda uni qarindoshlari bormi? Ha, xolasi o'sha yerda yashaydi. Onasining mazasi yo'qligiga uni ham qo'shib olib ketibdi. O'sha yerda qariyurmish, davolanarmish. Demak, qizingning oldida busi ham bor ekan. Namuncha vahima qilasan. Xavotir olmasang ham bo'lar ekan-u. Xullas, jahlingdan tush. O'zingni bos. Ha deb siqilaverma. Endi shunga moslashishing kerak. Bo'ldi qilgin, bo'ldi. Voy Barnoxon. Assalomu alaykum. Tuzimsiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'qishlaringiz tugay deb qoldimi? Ha, 1 yilcha qoldi. Xudo xohlasa keyingi yil doktorlik dissertatsiyasini yoqlamoqchiman. Voy, qanday yaxshi. Omadingizni bersin. Shu siz haqingizda doim o'ylayman-da. Barnoxonni o'qishlari bitib qoldimikin deb. Bilasiz, oyingiz bilan va'dalashib qo'yganmiz. Oyingiz rozi, sizni kelin qilmoqchiman-a? Bilmasam. Voy, uyalmay qoling. Uyalishingiz ham yarashadi-ya o'zingizga. Ha, bir mahallada yashaymiz. Ko'z oldimda katta bo'ldingiz. Nimadan uyalasiz? Ha, Vohijonni ham taniysiz. Xudo xolasa, chiroyli to'y qilamiz. Uzr, men shoshilayotgandim, xola. Mayli. Mayli, biznikiga ham chiqinglar, choy ichamiz. Salom qo'ying. Xo'p, rahmat. O'g'limni peshonasiga shu qiz bitgan bo'lsin-da. Hali bir to'ylar qilay. Ilohim, o'g'limni ikkinchi baxti butun bo'lsin-da. Ho, yigitni guli. Meni kutyapsizmi? Albatta-da, sizni kutyapmiz jonidan. Ishdan endi chiqdim. Senchi? Yo'q, hali meni qiladigan ishlarim bor. Yig'ishtir ishlaringni, yur dam olamiz. Direktor so'rab qolsalar nima bo'ladi? Hoy qiz, direktorga men ish bo'yicha olib ketdim deyma. Yuroqqa muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydimi? Ha, men turibman-ku. Xavotir olma. Unda yuring. Qani yur ketdik. Seni qilmishini eshitdingmi deyapman. Eshitdim. Endi biz nima degan odam bo'ldik? Voy bu. Do'st bor, dushman bor. Axir men ularga nima deyman? Nega dedi, nuqul birovlarni nima deyishini o'ylayverasiz. Bo'ldi dedi. Ular bilan nech pulli ishimiz bor, to'g'risi davoga.
Assalomu alaykum oyi. Ha, bolam. Yaxshi o'tiribsizmi? Ishing tugadimi? Qayerlarda yuribsan? Ishlarim ko'payib ketdi oyi. Bugun bora olmasam kerak. Iye? Bu nima deganing? Tez yetib kel. Oyi, ertaga boraman. Ishlarimni bitirmasam Bolam, shu sayoq yurishlaring juda ko'payib ketdi-da oxirgi paytlarda. Tez yetib kel dedim. Eshitdingmi? Oyi, yosh bola emasman-ku. O'ldi qil bolam. Onam bir o'zi uyda qo'rqadi deb o'ylamaysan ama, faqat o'zingni o'ylab yuraverasanmi? Tushunsangiz, axir bu ish-ku. Hey bola, meni jahlimni chiqarma. Senga aytyapman, uyga tez yetib kelgin. Tushundingmi? Bora olmayman deyapman. Ishim ko'p. Agar bugun kelmasang, seni ostonadan kiritmayman. Tamom. Alo. Indamagan sari chegaradan chiqib ketyapti bu bola. Vaqt yaxshimisan? Chidasa bo'ladi. Nimadir bo'ldimi? Shu sal boshim og'riyapti-da. Kecha yaxshi dam olmagan bo'lsang kerak. Shunga og'riyotgandir. Tushunmadim. Nimaga shama qilyapsan? Anu Kaniza bilan gaplashib turganingni ko'rgandim. Vaqt u boshi ochiq ayol, lekin etagi ham ochiq. Erkaklarga o'ch, ehtiyot bo'lgin. Yana bo'yningga osilib olmasin. Qo'ysangchi mana shunaqa gaplaringni, vahima qilma. Men u bilan shunchaki dam olaman. To'xta. Xanama. Yoki hasad qilyapsanmi? Nega hasad qilarkanman? Ha endi sen ham unga gap otib ko'rgansan. Lekin qarmog'ingga ilinmagan. Shunaqami? Meni senga o'xshab sayoq yuradigan odatim yo'q. Ayollarga suyaging yo'qda, duch kelganga osilib ketaverasan. Ramziddin, haddingdan oshmayapsanmi? Gapingni sal o'ylab gapir. Og'aynim deb qarab o'tirmayman. Nima? Urasanmi? Vaqt, haqiqatni yuzingga aytganim uchun chidolmayapsanmi? Ehtiyot bo'lishing uchun aytayapman. Bir kun boshi berk ko'chaga kirib qolmagin deb aytayapman. Aytib qo'yay, boshingga balo orttiryapsan. Seni ishing bo'lmasin, o'zim bilaman. Hamma aqlli.
Ha, mayli. Ha, Kaniza? Voy. Tinchlikmi? Kechirasiz Ramziddin aka. Xayol bilan bo'lib e'tibor ham bermabman. Bexijolat. Rosa ishga mehr bergansizda. Hamunda bir atrofdagilarga ham mehr berish kerak. Xonaga nima uchun kirgandingiz? Sizni izlab. Nima uchun? Ish bo'yichami? Shaxsiy hayot bo'yicha. Kaniza, men vaqtmasman. Adashtirib qo'ymang. Hamkasbimiz, o'rtamizda ortiqcha gap bo'lishini xohlamayman. Hali ko'ramiz. Qachongacha o'zingiz olarkansiz? Ha, aytgancha. Bu yerga vaqt akamni izlab kelgandim. Ko'rib turibsiz, vaqt akangiz yo'q. U uyga ketdi. Ish paytidami? Nimadir bo'ldimi? Buni o'zidan so'rab olasiz. Axir, juda yaqinsizlar-ku. Aqlli. Mana bu dorini ichib olgin, boshingni og'rig'i qoladi. Ol. O'zi ancha tuzukmisan? Ancha yaxshi oyi. Ey bolam, ey. Rosa ishlaysan-da. Charchiysan. Ha. Kecha Shahrizoda bilan telefonda gaplashgandim. Senga salom aytdi. Nabiramni sog'inib ketdim. Men ham sog'indim uni oyi. Kelasi hafta Jizzaxga borib, o'zim olib kelaman uni. Sen undan ko'ra uylanishni o'ylagin. Men Nozima ammang bilan ana u Barnoxonnikiga sovchilikka bormoqchiman. Oyi, axir u turmushga chiqmagan qiz bo'lsa, menga berishmasa kerak. Berishadi. Ha, yoshi ham 30 ga yaqinlashib qoldi-ku. Endi unga uylanmagan yigitlar sovchi qo'ymaydi. Hali sen ham 40 ga kirganing yo'q. Ey, senga tegsa jon desin. Sen nima deysan? Bilmadim, oyi, bilmadim. Birinchi turmushing bo'lmadi. Endi taqdirda bolam. Hali bir to'y qilaylik. Shunaqa chiroyli qilib o'tkazamiz. Nima? Yana katta to'y qilmoqchimisiz, oyi? Ha? Barno turmushga chiqmagan qiz-ku. U ham boshqa qizlarga o'xshab oppoq ko'ylak kiyib, kelin bo'lgisi keladi. Menga qara. Menda uni telefon raqami bor. Sen ertaga gaplashib, uni uchrashuvga chaqir. Voy, oyi, birdaniga qanday bo'larkin? Qanday bo'ladi? U yoq bu yoqdan gaplashasan. Bolama, endi ikkalang ham yosh bo'lamassan. Ha, katta to'y qilamiz. Ana bu ketib qolgan xotining ham bir ko'rib qo'ysin. Eshitsa, qadringga yetmagani uchun afsuslanib, yonib, kuyib o'lsin. Hozir men Barnoni telefonini olib kelaman. Xo'p, oyi. Barnoxon, qorningiz to'ydimi? Shirinliklarni ham oxirgacha yemadingiz. O'zi tabiatan uncha shirinlikni xush ko'rmayman. Qalay? O'qishlaringiz yaxshi ketyaptimi? Yaxshi, rahmat. Endi muddaoga o'tsak. Sizga to'g'risini aytaman. Meni oyim uylantirish payiga tushganlar. Sizni
kelin qilaman deb niyat qilibdilar. O'zingiz qanday fikrdasiz? Men o'ylab ko'rsam, haqiqatdan siz yaxshi nomzodsiz. Har holda bitta mahallada yashaymiz. Oilalarimiz bir-birini biladi. Men birinchi turmushimda ajrashganman. Buni bekitmayman, xabaringiz bor. Lekin oyimning gaplarida ham jon bor-da. Bir umr toq o'tmayman-ku. Uylanishim kerak-ku. To'g'ri. Agar yo'q demasangiz, sizga sovchi jo'natmoqchi edim. Nima desam ekan? Meni hali 1 yil o'qishim bor. Barnoxon, siz talaba emassiz-ku. Doktorantsiz. Agar xo'p, o'qiyman deydigan bo'lsangiz, Xudo xolasa to'yimizdan keyin o'qishga borib kelaverasiz. Bilmadim. Men o'ylab ko'rdim Barnoxon. Siz o'qimishli, tarbiyali, odobli qizsiz. Birinchi oilam bilan munosabatimiz yaxshi emas edi. Ko'p janjallashardik. U bilan necha yil yashagan bo'lsam, har bir kunim janjal bilan o'tgan. Meni ham baxtli yashashga haqqim bordir. Iltimos, meni taklifimni yaxshilab o'ylab ko'ring. Xo'p. Sizdan ijobiy javob kutaman. Alo. Gullola qizim, yaxshimisan? Assalomu alaykum oyi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xudoga shukr, yaxshiman. Nima gaplar? Nima yangiliklar? Suyunchi ber qizim, Vohidjonga kelin topildi. Endi to'y qilamiz. Kim ekan oyi? Taniymanmi? Sen taniysan. Anu mahallamizdagi Shokir akani qizi Barno. Ha. O'zi ham biram tarbiyali, odobli qiz. Vohidni o'zi nima dedi oyi? O'zi rozimi? Nima derdi u? To'yga rozi. Ha, uni ham yoshi o'tib boryapti, tezroq uylantirishimiz kerak. Birinchi turmushi o'xshamadi, endi bu bilan baxtli bo'lsin-da, qizim. Shoshmang-da oyi. Kelinni yaxshilab surishtiring. Qiziqsan-a? Qizim, nimasini surishtiraman? O'zimizni ko'zimiz oldida katta bo'lgan mahallamizni qizi. Ota-onasini yaxshi taniyman. Ha, ana, onasi necha yildan beri poliklinikamizda vrach, qizini ham o'qityapti. Yaqinda doktoranturani bitirar ekan. Kelinim ilmli, fan doktori deb maqtanib yuraman-da. Xudo xolasa o'g'lim ham meni yuzimni yoriq qilib, orzu-umidlarimga erishtiradi. Ha, yaxshi bo'lsa bo'ldi oyi. Ha. Yaqin o'rtada yoningizga o'tib qolaman. Yana gaplashamiz. Ha, bo'pti, kel. Maslahatli ishlarimiz ko'p. Kela qol. Xo'p, oyi, yaxshi. Xo'p, yaxshi yur. Vaqt-ku. Kecha kirsam, erta ketib qopsiz. Bugun esa peshingacha yo'siz. Qayerlarda yuribsiz? Ishlarim bor edi. Nimadir bo'ldimi, tinchlikmi? Kecha boshim qattiq og'rigandi. Nimagadir holsiz bo'lib ketyapman. Yaxshi dam olmagansiz-da. To'g'ri, yaxshi uxla olmayapman. Bugun haligi birorta bir klubga bormaymizmi? Dam olarmidik? Bilmadim. O'zi ishga hozir keldim. Vaziyatga qararmiz. Unda kechga gaplashamiz. Keyin vaqt-ku ko'p ishlayvermang.
Mayli, yaxshi ishlanglar. Men ketdim. Yaxshi kelding bu vaqt. Ha, yaxshi. Bo'ladi. Boshliq seni so'radi. Yoniga kirib chiq, bor. Boshliq meni nimaga so'rayapti? Loyihalarning smetasi, moliyaviy shartnomalarni olib kirsin dedi. Ey, shoshma. Hujjatlarni olmaysanmi? Yo'q, men toza havoga chiqib kelay, g'alati bo'lib ketyapman. Keyin kirarman boshliqning oldiga. Vohid. Aziz aka, assalomu alaykum. Bormisan, jiyan? Yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Qani o'tir. Zarifa xolam yaxshi yuribdimi? Ha, yaxshi, rahmat. Bunda bir ko'rishga ham bormaysiz? Vaqt qayerda deysan? Har kuni ishdamiz. Kasallar juda ko'p. Gulnorachi, yaxshi yuribdimi? Ha, opamni ham yosh bolasi bor. Hozir uyga kam keladigan bo'lib qolgan. O'zi yosh o'tgan sayin odam o'zini ortmay qolar ekanda. O'zing nima ishda yuribsan? Aziz aka, oxirgi paytlar shu boshim tez-tez og'riydigan bo'lib qolgan. Xo'sh, nimagadir holsizman, madorim ham yo'qdek. Shamollaganmiding? Yo'q, lekin shamollamaganman. Ja unaqa vahimali holat ham yo'q. Lekin oyimni bilasiz-ku. Qo'yarda qo'ymasdan Azizni yoniga borgin, o'zingni bir ko'rsat, tekshirtirgin deb holi jonimga qo'ymadilar. Kelib yaxshi qilibsan. Ketma-ket bosh og'risi holsizlansa, baribir tekshirtirish kerak. Oilangni o'ylab siqilgandirsan-da. Lekin shunaqa desa ham bo'ladi. Shahrizodani ko'rishga borib turibsanmi? Ha, hozir uni onasi zominga olib ketgan. Ha, yaxshi. Havo almashtirib keladi-da. O'zi vaqt senamchi? Shu dam olishlarga borib havo almashtirib kelishing kerak. Bilasan, shaharda havosi yaxshi emas, ko'zlaring ham qizargan. Mayli. Qani yurgunchi? Hozir vrachlarning oldiga olib kiraman, keyin ananazdan topshirasan. Qani yur. Xo'p, yuring. Yura qol. Vaqt akam qayerdalar? Telefonlarga ham javob bermayaptilar. Men bilmayman. Siz nimaga meni ko'rsangiz doimo qovog'ingizni o'yib olasiz? Vaqt akam bilan munosabatlarimizga qarshilik qilasizmi? Men sizga nima yomonlik qildimki, menga bunaqa muomala qilasiz? Bu haqda gapirishni xohlamayman. To'xtang. Nima? Men shunchalik xunukmanmi? Kaniza, bu gaplarda nima keragi bor? O'zingiz mana shunaqa tutishingiz meni qonimni qaynatyapti. Yaxshi. Bilasanmi menga nima yoqmaydi? Xo'sh. Har xil erkaklarga suykalib yurishing yoqmaydi. Sen to'g'ri aytding. Vaqt meni yaqin o'rtog'im. Lekin seni tuzog'ingga ilindi. Unga necha marta gapirdim, lekin foydasi bo'lmadi. Sen makringni ishlatib, uni ko'ziga parda tortib qo'ygansan. O'ylab gapirsangiz bo'lardi. Chegaradan chiqyapsiz. Vaqt akam meni yaxshi ko'radilar. Bilib qo'ying shuni. Xabaring yo'q shekilli. Vaqt uylanmoqchi. Hayotidan sekin o'zingdan bilib chiqib ketsang ham bo'ladi. Qachon uylanmoqchi? Nega hayron bo'lyapsan? Yo, senga uylanishini kutganmiding? Kaniza, supurgi o'z ishini qilib bo'lgandan keyin hovlini bir chekkasiga uloqtiriladi. Shu esingdan chiqmasin.
Meni supurgi dedimi? Hali ko'rsatib qo'yaman. Kim supurgi-yu, kim xokandoz. Voy. Telefonim qopti. Kim bor? Vaqt aka. Voy, keling. Sizga kim kerak? Vaqt akaning uyi shumi? Siz kim bo'lasiz? Men onasiman. Ha, vaqt uyi shu. Siz kimsiz? Men Kanizaman. O'g'lingiz xushtori bo'laman. Xushtori? Agar uyda bo'lsa, o'g'lingiz tez chaqirib yuboring, gapim bor edi. Qanaqa xushtori? Vaqt uyda yo'q. Gapga tushunmaysizmi deyman? Vaqt aka uylanyaptilar deb eshitdim. Aytib qo'ying. Uylansa faqat menga uylanadi. Boshqasini umuman xayoliga ham keltirmasin. Telefon qilsam, telefoni ham o'chirilgan. Ishxonaga tayinli ham bormayapti. Iye? Voy, tavba. Nega senga uylanar ekan? Men o'g'limga suqsurday qiz topib qo'yganman. O'zi sen kimsan? Nasli nasabing kim? Iya, o'g'limni etagiga yopishib olsang, onasi olib beradi deb o'yladingmi? Bekorlarni 5tasini o'ylabsan, bildingmi? O'g'lingiz men bilan yaqin aloqada. Har kuni sochlarimni silab, shirin va'dalar beradilar. Xullas, men ertaga yo'q, bu uyga ko'chib kelmoqchiman. Iya. Ha, sal o'ylab gapirgin. Bu o'g'limni emas, meni uyim. Seni kiritib qo'yadigan ahmoq yo'q, tushundingmi? Qani, tez uyimni bo'shatib qo'y. Bor, chiqib ket. Ja, balosiz-u. Meni haydab chiqarmoqchimisiz? Vaqt akamni kutib o'tiraman, hech qayerga ketmayman. Hoziroq chiqib ketasan, bor, yo'qol. Hozir baqirib hamma mahallani shu yerga chaqiraman. Sharmandangni chiqaraman, tushundingmi? Ha, xuddi o'zingni uyingga kirib kelishingni qara. Buncha qo'polsiz. Chiq dedim, bor, yo'qol. Vaqt akam bilan gaplashib olaman. Sizni bu qilgan ishingizni shundoq qoldirmayman, tushundingmi? Ket dedim senga, yo'qol. Voy xudoyim, bu bola nima ishlar qilib yuribdi? Ha, vaqt. Tez uyga yetib kel. Oyi. Ha, oyi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Buncha vahima qilib chaqirdingiz? Ahmoq bola, sen nima ishlar qilib yuribsan, ha? Kaniza kim? Kaniza? Siz uni qayerdan taniysiz? Uyimga bostirib keldi boya. Ko'chaga chiqib ketayotgandim. Birdan eshikni ochsa, bostirib kirib kelyapti. Seni uylanayotganingni eshitib, men shu uyga ko'chib kelaman deydi. Hey bola, sen shunaqalarga ilakishib yuribsanmi, betarbiya? Oyi, namuncha vahima qilasiz? Biz bitta joyda ishlaymiz xolos. Yo, bitta joyda ishlasang ostonamizgacha bostirib kiradimi, a? Hey bola, sen esingni yig'vagin. O'zi shundoq ham birinchi xotining bilan ajrashding. Urush janjal qilaverib meni qon qivorgandilaring. Endi yaxshi niyatlar bilan seni boshqatdan uylantirishga harakat qilsam-u, ana unga o'xshagan megajinlarga elakishib yuribsanmi? Voy sharmanda. Oyi, bo'ldi. O'zingizni bosing, vahima qilavermang, o'zim ertaga yaxshilab gaplashaman, hal qilaman. Tez hal qilgin. Ko'chama-ko'cha sang'ib yurishlarini ham yig'ishtirgin. Tushundingmi? Xo'p. Agar yana shu bilan aloqa qilsang, sen mendan ko'rasan bola. Xo'p, oyi, xo'p. O'zim gaplashib olaman dedim-ku. Xavotir olmang, boshqa uyimizga kelmaydi. Shoshma. Bir joyda ishlaymiz dedingmi? Ha. Bo'lmasam, yo sen ishdan ketasan, yo u ishdan bo'shasin. Oyi. Bolam, sen unaqa shallaq xotinlar bilan hazillashmagin.
bo'yningga osilib olib nomingni qora qiladi. Tez bu muammoni hal qilgin bolam. Ko'chada qilayotgan ishlaring mahallagacha yetib kelmasin. Seni noming qora bo'lmasin. Bolam, bu narsa ikkimizni oramizda qolsin, xo'pmi? Xo'p, oyi, bo'ldi. Hal qilaman, xavotir olmang. Faqat siz asabiylashmang, oyi. Sog'ligingizni yo'qotasiz, oyi, bo'ldi, o'zim hal qilaman. Yo'qotib bo'ldim sog'lig'imni. Mana nechta dori ichib tashadim. Xo'p, oyi, kechiring. Vohid, nimalar qilib yuribsan, ha? Ey Xudo. Kaniza? Nega uyimga bording? Kimdan ruxsat so'rab bording? Uylanyapsiz deb eshitdim. Chidab tura olmadim. Nimasiga chida olmaysan? Nimaga bo'lardi? Boshqasiga uylanishingizga-da. Men turib, kimga uylanmoqchisiz? Kaniza, senga uylanaman deb kim aytdi? O'ylab gapiryapsanmi shu gapingni? Meni boshqalardan qayrim kam. Men ham sizga o'xshab ajrashganman. Turmushim bo'lmagan. Ikkalamiz turmush qursak nima qiladi? Esing joyidami? Men senga uylanmayman. Nega unda uchrashib yuribmiz? Xuddi qiz bolaga o'xshab savol berma. Men seni hayotingdagi birinchisi ham emasman, oxirgisi ham emasman, to'g'rimi? Ko'ngil xushlik qildik, uchrashdik. Endi hammasi tugadi. Qanaqasiga tugaydi? Kaniza, sen o'z yo'lingdan ketasan, men o'z yo'limdan ketaman. Tushundingmi? Menga bundoq qarang-chi. Ko'chada bir marta ishlatib, keyin axlatga tashlab yuboradigan buyimga o'xshaymanmi? Meni shundoq tashlab keta olmaysiz, yigitcha. Kaniza, meni jahlimni chiqarmagin. Kerak bo'lsa, ishdan ketasan. Bilasan-a? Direktor men aytganimni qiladi. Jimgina chekkaga o'tgin. Ortiqcha muammo qilib yurma. Oramizda bo'lgan hamma ishlarni esingdan chiqar. Biz endi shunchaki hamkasbmiz. Tushunarlimi? Shunchaki hamkasbmish. Hali qarab turgan. Senga ko'rsatib qo'yaman. Iflos. Vohid, Aziz aka, nima ishlar qilib yuribsan? Tinchlikmi? Yur, sen bilan xonada gaplashib olishimiz kerak. To'xting aka, ishga shoshyapman. Analiz javoblari chiqdimi? Hammasi tayyor, lekin salbiy. Tushunmadim. Aka, ochiqroq gapiring, nima deganingiz bu? Senda OITS aniqlandi, tushunyapsanmi? OITS. Aziz aka, hazillashmayapsizmi? Yo'q. Bu qanaqasiga tushunmayapman. Menda bo'lishi mumkin emas. Nimaga hazillashaman? Mana analizda hammasi yozilgan. Nimaga? Nimalar qilib yuribsan? Nimaga ehtiyot bo'lmading? Bu juda ham xavfli kasallik ekanligini bilasanmi? Buni davosi yo'q. Qayerdan yuqtirding o'zi? Gapir. Men haligi tushunarli. Hozir juda ko'pchilikda shunaqa holat kuzatilyapti. Nega begonalar bilan aloqa qilasan? Endi bir umr azoblanib yashaysan, davolanib yashaysan. Endi turmush qura olmaysan. Bilasanmi shuni? Men yaqinda uylanmoqchi edim. Bu mumkin emas. Sen sog'lom odamni ham kasal qilasanmi? Keyin sizlardan kasalmat bolalar tug'iladi. O'zim ham aytdim-a, nega mazam bo'lmay yuribdi deb. Immuniteting tushib ketgan. Bir xil odamlarda bu kasallik boshida bilinmaydi.
Xullas, oitisga chalingan bemorlar maxsus ro'yxatda turadi. Hali xolam eshitsa nima ahvolga tushadi? Aka, jon aka. Onamga aytmaylik. Baribir ertami kechmi biladilar-ku, Vohid. Nimadir chorasini topaylik, iltimos. Chorasi yo'q, boshda o'ylash kerak edi. Endi bir umr davolanib yashaysan. Mana analizlaringning javobi. Ishonmasang, boshqa joyda tekshirtirib ol. Mana bu kadastr hujjatlari. Mana bu kommunal to'lovlar bo'yicha. Hammasini tekshirib, direktorga olib kirasiz. Tushunarli. Ha, aytgancha. Oylik kvartal bo'yicha hisobotlarni ham so'ragandilar. Hozir. O manjalaqa, men seni o'ldiraman, tushundingmi? O'ldiraman. Vohid, Vohid, o'zingni bos. Vohid, qo'yvor. Qo'yvor. Bo'ldi. Manjalaqani o'ldiraman, fohishani. Seni o'ldiraman, tushundingmi? Bo'lganmisan? Qoch yo'limni to'sma. O'zingni bos. Nima bo'ldi senga? Qoch yo'limdan aralashma. Bo'ldi, Vohid. Hozir bo'g'ib o'ldiraman. Vohid, tinchlan. Bo'lganmisan deyapman senga. Bo'ldi, tushuntirsang-chi. Sal o'zingni bosib ol. Hozir shifoxonadan kelyapman. Men oitisga chalinibman. Eshityapsanmi, tushunyapsanmi shuni? Mana shu kasal menga yuqtirgan, mana shu kasal. Qoch yo'limdan. Men kasal emasman, o'zing kasalsan. Kasalsan, qo'yvor. Qo'yvor, qo'yvor. Bos. Bo'ldi, o'zingni bos. Qayerdanam mana shu manjalaqiga ilakishib qoldim. Ming la'nat bo'lsin senga. Bo'ldi. Meni umrimni yedingsan manjalaqi. Do'stim, tinchlan. Hali qarab tur. Seni yo'q qilaman, sen manjalaqni yo'q qilaman. Bo'ldi, Vohid. Yo'q qilaman. Ming la'nat bo'lsin senga. Nima dedi? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Endi xursandmisan? Nega yig'layapsan? Mazza qilib kulmaysanmi? O'zingga qo'shib bir sog'lom odamni kasal qilding. Hayotini barbod qilding. Xudoning jazosi bu senga. Bo'lishi mumkin emas. Yaxshi keldingmi, bolam? Ma. Issig'ida yeb ol. Ertaga sovchilikka boramiz. Barnoxonni oyisi bilan gaplashdim. Voy opa, siz uchun eshigimiz ochiq. Bemalol kelavering dedi. Ha? Senga nima bo'ldi? Nega xomush o'tiribsan? Yo, anavi megajining bilan gaplasha olmadingmi? Ertaga sovchilikka boraman deyapman, a? Qilgan ishlaringni qorasini tozaladingmi? Hech qanaqa sovchilikka bormaysiz, oyi. Voy. Bu nima deganing? Nega bormayman? Oyi. Men boshqa uylana olmayman, oyi. Voy. Tushunmadim. Bolam, meni qo'rqitma. Senga nima bo'ldi? Og'zingga tolqon solganmisan? Gapir dedim. Nima bo'ldi? Oyi, men Ayt, gapir.
tuzalmas kasal bo'lib qopman, oyi. Nima? Qanaqa kasal? Oyi, oytisga chalinibman. Voy, diydoring qursin. Voy, yer yutkur. Ana bu megajindan yuqtirgansan. Voydod, voydod, voydod. Men senga necha marta aytdim, ko'cha sang'ib yurmagin dedim senga. Voy sho'rim. Voy sharmanda, voy sharmanda. Voy, endi qanday tuzalasan, men katta to'y qilamiz. Seni uylantiraman deb yuribman-ku. Hammaga sharmanda bo'ldingmi? Sen meni tiriklayin go'rga chiqding, go'rga chiqding. Ko'cha sang'ib o'sha megajiningdan orttirgansan. Oyijon, meni kechiring, oyi. Kechirib meni pichirib ye. Endi hayoting nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Ahmoq bola, nima bo'ladi? Men seni shunaqa niyatlar bilan katta qilganmidim. Voy, adoyi tamom qilding-ku meni. Voy, adoyi tamom qilding-ku. Voydod, voydod. Voy, sho'rim quridi-yu. Voydod, voydod. Voy, endi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Barno. Labbay. Sen juda ham yaxshi qizsan. Rahmat. Yaxshi bir oilaga kelin bo'lishga loyiqsan. Men senga munosib emasman. To'y bo'lmaydi. Meni kechir. Baxtli bo'l. O'xtaga.